Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, bizni kuzatuvchilar. Yana bitta xonadonimiz Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Jumagul Mufida joylashgan. Eski nomi Paveda deyiladi. Sotuvga qo'yildi. Mana kadastr dokument hujjatlari hammasi bor. Gaz, svet, suv, hech qanaqa muammo yo'q. Ko'chalarni ko'rib turganingiz asfalt bo'lgan. Maktabgacha 200 metr, tuman markaziga esa 4 kilometr. Xonadonni o'zi eski, mana bitta do'koni bo'lgan ekan. Bemalol kelib turib magazin qilsangiz ham bo'ladi. Mana xonadonimiz hovli qismiga kelsak, shunaqa keng, naviyasi bor. Naviyasini ustini yopib, uzunmi nimadir ekib qo'ysangiz, ancha salqin bo'ladi yozda. Kirganingizda chap tomonda oshxona, eski oshxonasi bo'lgan. Ichidan 3 ta xonaga ham o'tib ketadi. Oxirgisi esa hammom. Ko'rsatamiz. Xonalarning ichiga kirib ko'rsatamiz. Bu oshxona. Endi anchadan beri bu yerda odam yashamaydi. O'shaning uchun sal ham egilib o'tish kerak ekan. Boshda bo'lib olishingiz mumkin. Mana 3 ta xona. 3 ta xonani to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketsangiz bo'ladi ichidan. Ozgina remont qilib olasiz o'zingiz uchun. Bu oxirgisi, mana bu yoqdagisi kotelniy. Hamma uyda bu. Eng asosiy xonalardan bittasi, hammomi bor ekan. Hammomi ham mana yaxshi holatda. Hozir kirib ichkarilarni bir ko'rib chiqamiz. Shundoq kirganingizda mana bu bitta katta bitta xonasi bor. Buni tagi podval. Bu yoqda yana bitta xonasi bor. Kichkina. Xonalari unaqa yomon darajada emas. Kelib bemalol yashaydigan holatda. Mana bitta xonasi. Bu yoqda ham mana bitta xonasi. Spalnisi. Bitta kattagina zali bor ekan. Ancha katta ekan, lekin bu yoqda ham mana bitta xonasi. To'g'ri, anchadan beri odam yashamaydi, o'shaning uchun narsalarga e'tibor bermaysizlar. Uy oladiganlar asosiy fikringizni uyda xonalariga qaratinglar. Endi xonadonimiz tomorqa qismiga o'tadigan bo'lsak, tomorqa qismida mana bitta naves bor. Navesda ozgina remont qilib olsangiz yaxshi holatda. O'choq, tandir, to'g'ri yo'q hojatxonasi, agorod qismi o'rtadan bo'linadigan joyi bor. Xonadonimiz umumiy maydoni 13 sotiq. Joylashuvi aytgandek juda zo'r, qulay joyda joylashgan. Hozir bo'linadigan joyini ham ko'rsataman qatdan-qatgacha. Men boya ko'chada ko'rsatgan do'kon qilsangiz bo'ladi degan, o'zi do'kon bo'lgan o'zi bu xonasi. Shu xonasi. Mana shu joyi, boya aytdim, mana qo'shni bilan chegara, zabor tortib, beton qo'yib, shu o'zingizga moslashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Xonadonimizga hozirgi kunda so'ralayotgan narxi 38 ming AQSh dollari. Ozgina kelishadigan joyi bor. Kelib turib joyida 100 marta eshitgandan bir marta ko'rganingiz yaxshi deganimdek, joyida kelib turib shu yerda baraka qilsangiz o'tib beradigan joyi bor. Baraka topasiz shu yerda olsangiz.